Mashoyixlar aytadiki, ko'pchiligimiz, hammamizni boshimizda bor bu narsa. Zikr qilayotganingda g'ofil bo'lib qolsang, ahamiyat bermagin deydi. Mana namoz o'qiyotsak, xayolimiz bozorga ketib qoladi. Ha? Allohning zikrini qilyapsak, qandaydir yana tirikchilikning bir narsalari xayolga kelib, keyin to'xta, nima qilyotgandim deb qoladi odam. Zikr qilaman dedim, bozorda yuribman u. Bu bo'lmaydi. Zikrni qilganda juda nima yo'q, mayli qilaver deydi. G'ofil degani Allohning zikrini unutgan odam. Mashoyixlar aytadiki, zikr bilan g'ofil bo'lganing zikrsiz g'ofil bo'lganingdan yaxshidir. Bir yo'li g'ofil bo'lib qoldi, Allohni eslamay yuribdi. Lekin bir odam Alloh Alloh deb turib g'ofil bo'lyapti. Bu afzal bu. Alloh Alloh deversa, ozgina g'ofil bo'ladi, keyin yana o'ziga keladi, ozgina yana orqaga qaytadi, yana o'ziga keladi, borib g'ofillikdan chiqadi. Uyg'oqlikka o'tadi, sergaklikka o'tadi. Endi hushyor bo'lib zikr qiladi. Uni davom etaversa, uyg'oqlik zikriga o'tadi. Undan keyin yana yuqori natijalarga ko'tariladi. Mana shu ma'noda bizning dinimizda Allohning zikriga juda katta e'tibor berilgan. Allohning zikri bilan tili xo'l bo'lgan banda, dili band bo'lgan banda zinhor va zinhor yomonlikka qo'l urmaydi. Chunki doim Robbisiga bog'lanib turibdi. Yomonlikka qo'l uzatayotganda qalbida Alloh turibdi, zikr qilyapti. To'xta deydi, men Allohni zikr qilib turib shu yomonlikni qilamanmi? Mutlaqo to'g'ri kelmaydi. O'zini o'zi to'xtatadi.